Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik bablağa dair bölümlerden uyda taharet kılış hakkı toxtalımız. Biz oldingi babda talağı çıkıp sırtda taharet kılış hakkıda çok taharet meni kichik taharet bolsun. Uyning sirtiga chiqib taharet qilish haqida to'xtalgandik. Hamda keyingi mezgillarda uy o'yla oromlarga o birni taharatxona solgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ayollari sirtga chiqib taharatini bo'lmagan. Zarur ish bo'lsa uydan chiqmagan bular. Shuningdek Imom Buxoriy rahmatullohi alayh birinchi bobga oldingi bobga munosib holatda keyindan bu bobni bu yerda qayd qilib aytilyotdi. Bu 148 numurluq bu hadisda shunday deydi. Bizga İbrahim ibn Munzir degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tgan Kitabul Ilmda bu kishi deydi bizga Anas ibn Ayaz degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiniki kunyasi Abu Zamrat al-Laysi al-Madani nomi bilan Madinaning ayni davriga oid ishonchli katta buyuk ulamolardan. Nurg'un ulamolarda o'rgangan va ulamolarga o'rgatgan. Masalan, Shobat ibn Hajjaj ustozi bo'lsa, Imom Ahmad ibn Hanbal shogird bo'ldi. Bu odam Hijriyaning 200-yillari 96 yoshida dunyodan ayrilgan. Mushu 6 hadis kitoblarida Anas ibn Ayaz desa faqat mushu bir odam bor. Buningdan boshqa Anas ibn Ayaz ismli odam yo'q hamda. Bu alloma Ubaydullahdan hadis rivoyat qilyapti. Ubaydullah kim o degan vaqtida bu zot Ubaydullah ibn Umar nomi bilan mashhur. Ya'ni Umar ibn Xattobninki o'g'li Osimning paydavirsi bo'ldi. Demak, Umar ibn Xattob oilasidan bo'limi Madinada yashagan buyuk allomildan. Bu endi kichik tabiinlardan sanaladi ayni vaqtida. Öz davridagi shu Madinaning eng katta buyuk faqihlari, ulamolardan sanalgan buyuk allomildan bo'ladi bu zot. Bu zot Muhammad ibn Yahya ibn Hayyandan rivoyat qilyapti. Muhammad ibn Yahya ibn Hayyan Vasi ibn Habbandan. U kishi Vasi ibn Habbandan. Vasi ibn Habban Muhammad ibn Yahyaning tog'isi. Bu ishkalanniki tarjimali boshda biroz o'tdi bo'lg'ay. İki qish ustida taharat qilish degan mazmundagi hadisda mushkalarniki rivoyat etdi. Bu o'tdi. Bu zlamda shu Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Bu hadisniki isnodlarniki aloyidliklari bu yerda 3 tabiin bor. Ya'ni tabiin bir-biridan cho'ng kichik yoki davrdosh bir-biridan hadis rivoyat qilyapti. Ya'ni birga sahobadan hadis rivoyat qilyapti. Chunki ba'zi bir qism ulamolarning ko'z qarashida Vasi ibn Habbanni sahoba, kichik sahobalar qatorida sanagan. Abdullah ibn Umar ham aniq sahoba u. Demak, sahobadan tabiindan hadis rivoyat qilyapti bu isnodda. Abdullah ibn Umar shunday deydi: "Habsining uyining o'g'isiga chiqqandan deydi. Ehtiyoj tufaylidan Payg'ambar alayhisolatu vassalamning o'zining hojatini ravo qilayotganligini ko'rdim." Ya'ni taharat ilayotgan yoki taharat sindirayotgan holda. Demak, shu cho'ng taharat bo'lsin, kichik taharat bo'lsin, tozalik uchun o'tgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qibliga keyinni qilib, Shamga oldin qilib dedi. Bundaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hozirgi masjidniki qibla tarafda bu yerga keyinni qilgan bo'lsa, Uhud tog' tarafga oldin qilgan bo'ldi. Uhud tog' taraf va Sham taraf, Baytul Maqdis taraf bo'ldi. Undaqda shu uyning ichida, tom ichida bo'lsa, qiblaga oldi keyinni bo'lib qolsa kerak yo'q degan bir uchurni bizga berish kerak. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu 149-numurluq bu hadismi yuqorqi bobniki ostidagi bir hadis. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh 149-numurluq bu hadisda bizga Yaqub ibn İbrahim degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi.
Yaqub ibn İbrahim'ninki tercümalı başta ötken kunyasi Ebu Yusuf Devraqi namı bilen meşhur. Bo'lapmi mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamni söyüş imanning jumlasi degan bobda to'xtalib o'tdik bu kishi haqida. Bu zot deydi bizga Yazid ibn Harun degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tercümalimi o'tdi bo'g'ay. Ammo lekin bu kishi shu davrdagi nihoyatda katta büyük meşhurlardan sanıldıgan hafiz muhaddislardan. Bu zot deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deb shunday. Bu Yahya ibn Said al-Ansari degan kishi. Bu İmam Malik'niki ustozi bo'ldi bu kishi. Bu kishining tercümalimi o'tgan. Bu zot Muhammad ibn Yahya ibn Habbandan. Bu kishining tog'asi Vasi ibn Habban Muhammad ibn Yahya ibn Habban degan ekan. Başdagi hadisda dedik-ku. Bu adam bu kishiga xabarlantirib Abdullah ibn Ömer'ninki mundaq deb berganligini bayon qilib o'tibdi. Bir kuni uyimizning o'g'isiga chiqsam dedi. Başta hepsinin degan, meyada uyimizning degan, ya'ni ochisining o'yinimi, ya'ni o'zining deb meyada bizlik birinchi shaxs olmishini ishlatyapti. Demak bu yerda bunda mol dunyo majiatda sening mening deydigan bir qarash yo'q ekanda, shuni qaragan vaqtida. İni ochilning orasida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki ishki qish ustida Baytul Maqdis tarafga oldin qilib o'ltirganda ko'rdim dedi. Ya'ni u bir nida o'ltirgan holatda. Undaqda Baytul Maqdisga oldin qilsa cho'qim qibla tarafga keyin qilgan bo'ladi. Bu vaqtdagi mazmunlarni tegishli gaplar boshqa hadisda va oldingi hadislarda o'tib bo'ldi bo'g'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.